Namangan shahridan Bobirbek degan shu Ahmad Doda degan bir firmasi bor, kafelari bor. O'z yoshligimdan ukam meni yosh yigit edi unda aka-uka bo'lganimizda. Hozir shu Bobirjonni taklif qilsam bir dona qo'shiq aytmasa, keyin orqasidan sho'x-sho'xlarni aytaman. Qarsay chop qo'yasizlar. Alepni qarsay cho'gan pullaring dollarlar bilan diydorlasin. Bobirjon ukam. Mana Bobirjon. Yana bitta o'xshaymiz ham, qarang o'zi. Assalomu alaykum. Onaxonlar, opalar, akalar. Xurshidakani qo'shiqlarini onam, otam eshitib, u yerda o'tirishda men aytardim, Xurshidakani shogird bo'lardim, bo'laman deb xudo xohlasa qilgandim. Biz kutilmaganda mana kelib, biz sen havaskor qo'shiqchimiz endi. San'at xalqga holingda gaplashdik, o'qiganmisiz ham ukam yo'q dedi. O'qiydimi, o'qimaydimi, san'at hammaniki san'at. Lubu odam qo'shiq aytishi mumkin, lubu odam gapirishi mumkin. O'shanga bitta chiroyli qo'shiq qilganmiz. Bo'ldi. Yangisi. Bu boshi hali arqa-marqa ko'p aytadi Bobirga. Qani ketdi. Ha. Har yurgan yo'limdan gumonlaysizlar, duch kelgan kimsaga yomonlaysizlar. Omadim kelganda chidolmaysizlar. Onajon nega buncha ko'rolmaydilar? Pulnima pulxonning kiri deydilar. Pul uchun bir-birin go'shtini yeydilar. Shundayin ichi qora kimsalar borki, yiqilsang bayramdek nishonlaydilar. Mana bugun keldi mani omadim, ishoning o'zgarib qolmadim. Cho'ntagingizga qo'limni solmadim. Tinch qo'ying odamlar. Sizga ham rahmat Bobirjon. Qarsay chop qo'yasizlar endi shu ukamizga. Juda omadingizni berib, ustozlarning yo'lini bersin. Alloh yaxshi ukam bo'lasiz. Umringiz uzoq bo'lsin ukajonim. Salomat bo'ling. Yoqdimi ukamiz? Umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat.